Assalomu alaykum do'stlar. Parrandish ishqibozlari. Jo'ja boqib, ichini og'ritib, hatto 10 kunlikda o'ldirib qo'yapsizmi? Demak, bu video aynan sizlar uchun. Nimaga unaqa deyganimni video davomida tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Videomiz uzun bo'lsa, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Do'stlar, bu broiderni bizlar birinchi yil qo'yishimiz. 4-5 yildan beri jo'ja qaraymiz. Hech bu broider yasashga bir qunt qilmaymiz, xonamiz ko'proq deb yerda boqamiz. Hozir vaqtimiz borligiga broider yasab, yerga 200-300 ta qo'yib yubordik. Broiderda bir 1000 ta boqyapmiz. Qanaqa o'zgarar ekan, ichi og'riydimi, yo'qmi, bir xil katta bo'ladimi degan maqsadda yerda boqqan bilan broiderda boqqanda yer bilan osmoncha farqi bor ekan, shunchalik darajada. Ya'ni bu jo'jalarga e'tibor berasizlar do'stlar. Mana jo'jalarimizga e'tibor berasizlar. Jo'jalarimiz xuddi bir 10 kundan oshgan jo'jalarga o'xshaydi, lekin bir hafta 5 kunlik jo'jalar. Mana bular mana. E'tibor berasizlar do'stlar, yaqinlashtiramiz mana. Kichkina. Mana bular qorni og'rib o'laman deyapti. Ikkalasi bir vaqtda chiqqan. Bir xil vitamin suv beryapmiz. O'sha dog' suv, o'sha bir xil vaqtda chiqqan, bir vaqtda qarayapmiz donaga, yemiga, lekin bular ancha katta, pateri ham yo'q. Bitta ikkita oyog'i setkaga osilib qolib o'lmasa, o'lmaydi. Shuning uchun do'stlar, broiderda boqsammi, yerda boqsammi, yer yaxshi deb boqib yurgan do'stlarimiz uchun bu lifehack. O'ylanmasdan buni yasab o'zingiz bemalol yasar ekansiz, biz o'zimiz bemalol yasadik. Birinchi yasashimizda xatolarimiz bo'ldi. Bizdan yaxshi biladigan ustozlarimiz bor. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsa, to'g'rilashga harakat qilamiz. Do'stlar, yerda boqsammi, broiderda boqsammi deb o'ylab o'tirmang. Bemalol broider yasab o'ring. Chunki broiderda yaxshi o'sar ekan. Ya'ni anaqadan ham ekonom bo'lasiz. Limax, chori dorilardan ham. Hech qaysini e'tibor bersalar, mana bitta ikkita bo'lmasa, choriq yo'q, mana orqasiga yopishgani yo'q. Pastda ko'p, orqasi yopishib o'lgani pastda ko'p. Ya'ni pastda apel yeb qo'yapti, axlatini yeb qo'yapti. Bu yoqda bunaqa yo'q. Do'stlar, kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki bizda bunaqa yangiliklar ko'p. Tez chiqarib turamiz. Birinchilardan bo'lib ko'raman desangiz, kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Har bir kommentariyani o'qiymiz. Bizda yaxshi ustozlar bor. Bizda xato kamchiliklarimizni to'g'rilab aytishsa, to'g'rilashga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.